Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz nasib bo'lsa Buxoro shahar Betonkamol bozoridan bo'lyapti. Xo'sh, bugungi sonimiz 16-noyabr 2025-yil hafta kuniga yakshanba. Dollar kurslari 1.190 + 95 ga qarab ketyapti. Xo'sh, ona bola sigir radiga kelganmiz, biz bir boshdan chiqaramiz. Nasib bo'lsa shu Qorasoy ona bola sigirimizdan boshlaymiz. Ona bola sigirimiz, bolasi mana yiliga. Bolasini shu yerga. Angusdan qo'shganmi? Angusdan qo'shgan ekan, mana bolasi. Bu qacha? Yo'q, Moda. Moda. Buni shuncha bolasi. Nechinchi qo'ringa aka? 25. Yo'q, nechinchi qo'ringa o'zi? 4. 4-qo'ringa sut berishlari 6 litr sut beradi. 6 litrgacha sut beradi. Narxlari 25 aytyapsiz. Savdo chiqdimi aka? Savdo chiqdi. Qanchaga chiqdi aka? 23 ga chiqdi. 23 ga savdo chiqqan. Telefon nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 91 91lik 405 405 64 85. 64-85 raqamga chiqarasiz akamizga. Xo'sh aka, bo'lishi qancha qilib berasiz? Bo'lishi 24 larga olib ketdi. 24 ga baraka bo'layki 24 ga. Adres qayerda ekan, internet qo'ying. Madaniyat dacha. Madaniyat dachadan molimiz egalari. Ona bola sigir bolasini 13-cha. Mana navbatdagisi savdosi bo'ldimi aka buni? Sotildimi? 17 bo'lsa beramiz. 17 bo'lsa beramiz. Ona bola. Bolasi 13-chami? Bolasi. Moda 13-cha, ana bolasi 17. Nechinchi qo'ringa aka? 4-qo'ringa aka mana. Sut berish qani? Ichi bo'g'iz. Mana yerimlari. Sut berish qanday ekan, sut berish? 6-7. Nomer qoldirasizmi? Telefon 93 93lik 682 682 67 6700 raqamga chiqarasiz akamizga. Adres qayerda ekan enter? Adres Galasiyo. Galasiyo tomonidan akamiz. Mana yetdi. Bunisi kimga sizlardanmi aka? Sizdanmi? Yaxshimisizlar? Aytavering o'zi. Yo'qchi, egasimi bular? Mana sigirlarimiz egalari yo'q, ikkita sigir chiqqan, mol kam kirgan, betonga ham bu yoqlar bo'm-bo'sh. To'lib ketaydi berib oldi. Ya mollar sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Sigir kimdandir bu? Sizlardanmi? Sizdanmi? Qancha bo'ldi aka bu? 26 so'rayapti mana shu. Ona bolami bu? Mana bolasi. Urg'ochi, 13-cha. Nechinchi qo'ringa aka? 2-qo'ringa. 2-qo'ringa. Sut berish qani? 8 sutga. Baklari. Bozor qancha qildi aka buni? 22 yarim. Xo'sh, ikkalasiga bitta nomer qo'yamiz. Bunisi qanchada aka? 30. Bunisi 30 bo'lyapti. O'kischa. Nechinchi qo'ringa? 2-qo'ringa. Sut bersa qanday aka buni? 7-8 ta sut beradi. Va ikkalasi bunisi 30 ta deyaptilar. Bunisini qancha dedingiz? 26. Oxiri qanchadan qilib berasiz? Kelishtiramiz. 28 ga beramiz dedi bunisini. Nomer qoldiramizmi? Nomerni ayting. 91lik 446 4229 raqamga chiqarasizlar. Ayting. 93lik 682 6700 raqamga chiqarasizlar. Xo'sh, yana bormi uyga aka? Yo'q, Bo'g'izlar to'qsa chiqaramiz dedi. Adres qayerda adres? Adres Losha, adres Losha. Mana ikkita sigirimiz bor ekan. Bu yerda sigirlar ham kam kirgan bozorga. Ha, Galasiyo. Xo'sh, yana bormi sigir biron joyga? Ona bola. Xo'sh. Ular egasi topilmadi. Juda qildik. Like, podpiska bosib qo'yinglar, mol kam kirgan ona bola sigirlarimizdan.